Assalomu alaykum azizlar, yaqinlar kuzatuvchilar, ancha uzoqqa ketdik. Midline degan Cobalt mana 2015. Mashina o'ta go'zal holatda. Qaranglar, chaqa-chuqa bir retopka, bitopkalar yo'q. Mana detalda kraska bor. Qolgan joyi toza xudo xolasa. Shu oldi kapotda petnosi bor. Mashinani qaranglar. O'ta yangi yumshoq balonlar. O'ta ham go'zal. Yurish-turishlari zo'r. Puliga keladigan bo'lsak, puli arzon. Qaranglar, salon xonatlari ham o'ta go'zal. Avtomat. $6600 ga berib o'ramiz. Xohlagan hujjatingiz chiqadi, xudo xolasa. 2010 torimiz ham bor mana. Mexanika ikkinchi paytda konsertlar ishlab turibdi. Buni ham $5700 ga berib o'ramiz. Qiziqqanlar aloqaga chiqib ko'rasizlar. Buni ham kraska asos. Orqa oldilari pechat. Xohlagan ustinglarga borib ko'rsatib olasizlar.